parkurdan o'taman. Ko'ryapsizlarmi? Shunchalik uzun parkur. Men shularning hammasidan o'tib chiqaman. Agar men shu yerdan o'tolsam, obuna bo'ling. Agar o'tolmasam, like bosing. Mana unda biz videoni boshladik. Mana endi manadan o'tib olsak, mashinadan chiqib, bu yo'q oson shekilli. Maydat, yo'q. Boshdan o'taman endi yana. Boshdan o'taveraman. Sal qoldi. Ana. Ana. Qaysi biriga o'taman ekan endi? Ana unga o'taveraman. Sakramabman. Shunchalik. O'tganma. Ana. Sal qoldi. Yana. Nima uchun mana shu yerdan sakramayapman? Ana. Shunday qilib. Voy, o'lib qoldim. Asabimni buzib qo'yishdi. Yo'q, endi mashina o'taman. Ana. Yetmagandek mana u yomon deyapti. O'ydi. Bunaqadan men o'ta olamanmi? Mana undaqalar otib tursa. Mana portlab ketsa. Ana. Do'stlar, mana bu la'nat bosgan parkurdan o'tib oldik aranga. Xullas, endi mana bu yerdan o'tish kerak. Sekin yuramiz. Shunday yuramiz. Ha? Qashni o'tib olsam, keyin boshqa tuzoqqa kelaman. Qani? Voy, yo'q, bekor qilman. Yo'q, bekor yo'lim to'sildi. Yo'q. Endi bundan nima qilishim kerak? Shuni qilsam o'zi tortib oladimi? Shuni qilsam-chi, tortib oldi. Demak, bunda sandiqda ana. Hammasini olamiz. Va bosamiz. Bekor qilibman. Demak, hozir shunda men yo'q. Do'stlar, endi mana buni qo'yib qo'yaman. Keyin mashinada tirilaman. Darvoqe o'l qolsam, mashinada tirilaman-da. Lavani o'chirib qo'yay.
O'zi avtomatik o'chdi-yu. Menga nima keragi bor edi? Sondiraman. Xullas shunda men mana shunday qo'yib ketishim kerakmi? Bu hirt ahmoqlik-ku. Haqiqiy professionallarim buni eplolmasa kerak deb o'ylayman menimcha. Ya qo'yib ketadi. Lekin menda oson yo'li bor. Mana shunday qilaman. Bo'ldi. Bundacha lava ana bo'lguncha o'tib olish kerak ekan. Ana hozir tortib olsin-da. Ko'rasizda. Ana shunday qilaman va uraman. Desam, o'chib qoldi. Yo'q. Nima shu yerda paydo bo'laman deb. Mana shunday qilaman. Yana o'ldim. Nimcha bundan o'chdi? O'z iloji bormi? Yoki yo'qmi? Yo'q, yanami? Mana xullas shuni mashina bo'lguncha qolishim kerak ekanda. Boshqani bir kuch. Ya, bo'ladi. Bir kuch. Ana do'stlar, endi esa men undan o'ta olamanmi, nomcha? Asabini buzib yubordi. Hozir menida yo'l bor ekan. Mana mashinadan ashta o'tib olaman. Yana aytli uraman endi. Nimaga? Esa bu labirint. Bu bitta bo'ladi. Xullas bunda Ko'la deb qo'yibdi. Ko'la deb demak men undan unchalikda olaman. Bunday qilaman va mana shunday qilaman va ana buni bunday qilaman. Endi esa ko'limanmi? To'g'ri qachonda ko'la bo'ladi? Mana nima bo'ldi ekan? Siqib ko'rib qo'ydi. Sil qoldi. Qo'ydi. Demak, mana buni ko'lashim kerakmi? Ana ko'lab oldim. Endi esa labirint ekan bu. Ana. Voy, o'lib qoldi. Endi esa
Yana o'tishim qoldi. Demak, mana bu yerda ekanda. Mana bu yerda kerak bo'lib qolar. Ha, bo'ldi. Taxtani nimaga qo'yilganini aytdim. Bitta bo'ladi. Ha? Shu bekor qo'ydim. Mayda yonyapman. Yordam. Yanami? Nimcha? Sol qoldi. Tashlagim qani meni? Yesib olishim kerak shekilli. Mana buni mashina qilaman. Mana shu bo'ladi. Ana endi manadan o'taman. Ana sol qoldi. Hani hammasini olaman.